Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Suriyada vaqtliq hökumət quruldu. Türkistan İslam Partiyasının təqdiri qandaq boludu? Suriyada 2011-yili zalim Əsad hakimiyyətinə qarşı götürülgən quralliq isyanның nəticəsi aradan 13 yil ötgəndən keyin görünüşkə başladı. Al-Qaydaның tutuklanğan yoludan mаңса, zalim Əsad hakimiyyətini ağdırış nişanıga yetkili bolmaydiganligini düşünüp yetken hazırki Hayati Tahrir Şamның baş komandani Javlani 2016-yılı Al-Qayda bilan bolğan alaqasının üzülgənligi və təşkilat ismining Jabhati Fatih Şamga özgerganligini e'lon qildi. Aradan uzun o'tmay Hayati Tahrir Sham nomida harakat qilib, tashkilotga bog'liq Qurtulush hukumati Rossiyaning Idlib va Halabga elib borgan bombardimoniga qarata bayonot e'lon qildi. Bayonotda Suriya inqilobi Rossiyani o'z ichiga olgan har qanday bir davlatga qarshi boshlanmagan. Rossiyaning Ukrainadagi urushiga ham qatnashmaydi. Suriya inqilobi xalqning qulluqdan qutulib, hur yashash orzusi bilan boshlangan. U yüzden Rossiyaning o'z manfaatini Asad hokimiyati yoki Bashar Asadning shaxsiyati bilan bog'lanmaslikka taklif qilamiz. Suriya xalqi Rossiyani o'z ichiga olgan barcha davlatlar bilan o'zaro hurmatga va manfaatlarga asoslangan munosabatlar qurishni xohlaydi. Biz Rossiya bilan Suriyaning parlaq kelajagini qurib chiqishda hamkorlik o'rnatishni xohlaymiz degan. Hayati Tahrir Shamning bosh qo'mondoni Javlani xalqaro kirsiz tashkilotining ziyoratini qabul qilib, shaharni vaqtliq organ boshqaradiganligini aytgan. 5-dekabr kuni Suriyadagi jangning Iroqqa tarqalib ketmaydiganligi, Iroq hukumatining Suriya ishiga aralashmasligini umid qilganligini ta'kidlagan. Hayati Tahrir Sham tashkiloti zolim Bashar Asad hokimiyatini 8-dekabr kuni aqtirib tashlaganligini e'lon qilgandan keyin turmaga begunoh qamalgan musulmonlarni qutqizishga boshlagan. Bashar Asadning oilasi bilan qachon qochganligi noma'lum bo'lgan bo'lsa-mu, 11-dekabr kuni Kremlindan kelgan xabardan qaraganda, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Bashar Asadning oilasiga panohlik bergan. Afg'oniston Islom Amirligi, Saudiya Arabistoni, Turkiya qatorliq musulmon davlatlari mujohidlarning g'alabasini tabriklagan. Hayati Tahrir Sham nomida harakat qilayotgan tashkilotga bog'liq Qurtulush hukumati va a'zolari 11-dekabr kuni sobiq hukumatni o'tkazib olgan. Muhammad Bashar bosh ministr bo'lib tayinlangan. O'tkinchi hukumat 1-martgacha vazifa topshirib olgan. Bu yerda bizning diqqatimizni tortadigan nuqta Javlanining qo'mondonligidagi Turkiston Islom Partiyasining taqdiri bo'lib, Sharq Turkiston surgundi hukumatining sobiq prezidenti G'ulom Osmon Yag'ma apandi buningga qarata qarashlarini Suriyada maydonga kelgan yangi vaziyat va buning Uyg'urlarga aloqasi degan temada 10-dekabr kuni axborotda e'lon qilgan yangisida o'tirg'i qo'ydi. Har qanday bir hukumat o'z hukmronligi doirasi ichida davlat armiyasi va saqchi kuchlaridan boshqa yotlarning qurolli kuchlarini istamaydi. Albatta, kelishimlar bo'yicha ba'zi cho'ng davlatlarning harbiy bazalariga ruxsat berilsa-mu, hukumatsiz qurolli kuchlarning mavjud bo'lib turishiga ruxsat qilinmaydi. Hatto ularning qurollari yig'ib olingan taqdirdami, yana ularni tinch fuqaro sifatida qabul qilishi ta'sir. Ularni yanala tinchlikni buzish potensiali bo'lgan ishonchsiz unsurlar sifatida ko'radigan bo'lg'achqa, ularning tinch fuqaro bo'lishiga ruxsat qilolmaydi. Demak, Suriyada bo'layotgan mavjud qurolli kuchlar ichidagi chet elliklar asli davlatiga qaytariladi. Uyg'urlarning yoki Sharq Turkistonliklarning taqdiri qanday bo'ladi? Sharq Turkistonliklarning bir taraf qilinishi Xitoyning irodasi bo'yicha bo'ladi. Xitoy hukumati qanday qilishni xohlasa, shularning irodasi bo'yicha bo'ladi. Nima uchun? Suriyada mayli qaysi qurolli to'p hokimiyat beshiga chiqsin, birinchi ishi 10 necha yildan beri vayron bo'lgan normal hayot shartlaridan yo'qsil qolgan xalqini xotirjam hayotga erishtirish bo'ladi. Buning uchun oldi bilan Suriya xalqining qo'sqini to'ydirishi shart. Ondan vayrona xarobalar ustida yangi shaharlarni qayta qurib chiqishi, sanoat, yeziglik ishlab chiqarishni asliga keltirishi, buning uchun kerakli aslahalarni qaytadan oprida qilishi shart. Agar bularni qilolmasa, yangi hukumat putirab turolmaydi. Qayta qurish uchun pul kerak.
chet el mablag' kerak. Kim mablag' sala oladi? Trump Suriya haqida aniq ifoda bildirib bo'ldi. Bizning urushimiz emas. Aralashmaymiz. Urushsa urushaversin, karimiz bo'lmasin deb bo'ldi. Trumpning g'oyasi Amerikani o'z ichida qudrat toptirish. Shunga Suriyaga mablag' solish ehtimoli yo'q. Rossiya O'tir dengizdagi harbiy bazasini saqlab qolish zaruriyatini desa, hozirgi alomatlardan qaraganda bu farzimiz to'g'ri chiqyotidi. Zaruriyatini desa, qismanlikda harbiy aslahalar jihatda yordam qilishi mumkin. Hozirning o'zida Rossiya Asadni garchi ailesiga panohlik vergan bo'lsa-mu, Asad hukumatini tashlab o'tib, mujohidlarga qarshi etishga boshlab bo'ldi. Bugungi xabarda Moskvadagi Suriya elchixonasida bayroq yangi ushlandi. Xo'sh, Rossiya asosiy mablag' sog'uvchi bo'lolmaydi. Türkiye özümü qarzga batgan holda Xitoyning qo'lidagi qo'nchoq bo'lish yo'lida kun sari ilgarilayotdi. Qaldiki, faqat Xitoylar mablag' sola oladi. Xitoylar o'z ichida iqtisodning turg'unligi yoki chekinishidan qat'iy nazar mablag' solishi cho'qim. Xitoydagi mustabid tuzumlarda xalqning och qolishi hisob qilinmaydi. Balki hukmron kuchlarning xirislari yo'lida kerak bo'lgani qilaverilir. Shunga Xitoy o'zlarining dunyoga xo'ja bo'lish qariniti yo'lidagi bu tayyor fursatni, ya'ni O'rta Sharqda so'z sahibi bo'lishga elib boradigan bu fursatni cho'qim qo'ldan bermaydi. Ba'zilar deyishlari mumkin, Xitoylar burun Asadni qo'llaydi, shunga ular mujohidlarga dushman bo'lmamdi. Asadni qo'llashi Xitoylarning davlat siyosasidagi muhim prinsiplardan biriga asoslangan bo'lib, Xitoylar umuman ozodlik harakatlariga, mustaqillik harakatlariga qarshi mavjud hokimiyat tarafida turdi. Bu Xitoylarning bir tanlashi. Bu kelayotgan siyosati. Bu tashqi siyosatlardagi prinsiplardan biri. Ammo bu qarg'ulacha, dogma har qanday shart ostida o'zgarmaydigan prinsip emas. Chunki Xitoylarning kengaymichilik asosi nishoni yo'lida eng zarur bo'lgan ishlarning kerakliklari texim muhim o'rin turadi. Shunga allaqachon yig'ilgan bir hokimiyatning qarasini tutib o'tmaydi. Balki darhol to'n yengishlar, yangidan o'tirg'i chiqadigan hokimiyat kimlardan bo'lishiga qaramay, uning bilan hamkorlashib O'rta Sharqda mustahkam bir asos tiklash fursatini qo'ldan bermaydi. Yangidan maydonga keladigan yangi hukumat Xitoy bilan hamkorlashamdi. Hamkorlashmasdan boshqa chorasimi bormi? Chunki ular bizninkilardek hissiyotga berilib, amaliy manfaatlarni unutib qoladigan darajada ahmoq emas. Shunga hozirda bilingan o'zgarishlarda Xitoyga qarshi etishga boshlaganligi ko'rilmoqda. Xitoyning pulini oldi deganlik bu yerda Xitoyning so'z sahibi bo'lishini qabul qilish demakdir. Demak, Suriyaning yangi hokimiyati Uyg'urlarning taqdiri haqida Xitoylarning ko'rsatmasi bo'yicha ish qiladi. Turkiya-chi? Hammamizga ma'lum bo'lganidek, Suriyadagi mujohidlar Xitoy Turkiya istixborot hamkorligining asari. Undaqkan bu asarni birlikda yaratishga ma'qul bo'lgan Turkiya amdilikda Xitoyning zitiga Uyg'urlarning taqdirini pichoqlamdi. Buningga kim ishonadi? Kichik bolalar ishonadigandir balki. Xitoylarning talabi qanday bo'ladi? Xitoylar Uyg'ur mujohidlar haqida qanday talabda bo'lishi mumkin? Agar Xitoylar Uyg'ur terroristlar tashviqoti uchun davomli dalil kerak deb qarasa, bularning bir qismini saqlab qolishi mumkin. Ya'ni
Türkiye'de panalık beriş, Suriye'de panalık beriş, yoki Pakistan'da konu usuğu qaytırıp ketiş qatarlıq türlerde saqlab qalalaydı. Yani emirlerini asas qilgan halda. Emirlerinin içinde tabii ki Xitay istihbaratının adamları var ve onun yandaşları bir grupunu saqlab qalalaydı. Ve eğer dünyanın ma'lum bir yerinde bundan keyin hükümetsizlik muhiti barlık kelsa, şu yerge yetkep, yeni bütün dünyaya İslam bayrağı qadaydigan beynelmilal mücahitler koşununu ülgü göstüp, dünyanın nefretini üzümüzge çekişini devam kılışka urug'luq yoki ximiy turch qilishi mumkin. Ama şunisi %100 aniqki, diqqat. Bir qism paytimizin ta'tiri yurgan bicharalarni Xitoylar qaytirib ketadi. Bu ikki sebepten züruriyet bulup qaytırıp ketmese qat'iy bo'lmaydi. Diqqat. Biri, xalqaro Uyg'ur terroristlar o'yini o'ynab kelayotgan Xitoylar endi Suriyada tinchlik aslik kelib, qurolli guruhlar qurolsizlantirilgandan keyinmi atalmış terrorist yoki Xitoy davlatining bu murassasiz dushmanlarini qaytirib berishni talab qilmasa, o'yin oshkorlanib ketadi. Kichik balama ko'rib yetadiki, qo'li yetadigan yerda tursimi gap qilmadi-ku. Demak, o'zining odam ekanligi rostkan deb o'ylamay qolmaydi. Teşvikatlarda deb ko'p turib ko'rsatib kelgan bu terrorist dushmanlarini cho'qim qaytirib ketish talabi mana shu zaruriyatdan maydonga keladi. Ya'ni o'yinni oshkorlab etmaslik uchun. O'zi apriydi qilgan bir top ekanligini bildirib qo'ymaslik uchun bu qo'liga kelgan bir fursatda qaytirib ketmasa bo'lmaydi. İkinci zaruriyat. Vatan ichida bulardan hamtamadi bo'lib, ko'nglini to'q tutayotgan xalqni tamamen ümidsizlikka patirish. Dünyanın nerede bol, çangılımdan kaçanmaysan degan mesajını berip, xalqning ko'zini qo'rqitish, tamamen ümitlerini yanchib, yo'q qilib, Jonha millati bo'lishga rozi, to'liq taslim bo'ladigan holatga keltirish uchun bu mujohidlarni qaytirib ketib, ichki tashviqotga dalil qiladi. Ularni TV'ga chiqarib, o'z og'zi bilan jinoiy maqsadlarini, jinoyatlarini, pushaymonlarini, partiyaning g'amxo'rligiga qilgan tuzkorligini o'z og'zi bilan so'zlashga majbur qiladi. O'g'ziga chiqib olganda itdan qo'rqmaydigan qahramondek bilingan bilan o'g'zidan tushib, itning ro'brosiga kelganda bulbuldek so'zlaydiganligiga jazm qila olayman. Chunki bugungi kunda bu ishlar ximiylik dorilar bilan qilinadigan bo'lg'achqa rivoyatga aylangan qahramonlikqa o'rin yo'q. Hozircha saqlab qolinadiganlarning tizimligi hozirgi amirlar tarafidan tayyorlab beriladi. Kimlar saqlanib qoladi? Shundaqla qaytiriladiganlarning tizimligini shular bekitadi. Gumonlanuvchilar, fikr berguchilar, gadankesh deb qaralganlar, har ishni so'roqlaydigan gumonxo'rlar. Menimcha bu tizimlik allaqachon turg'izilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Yenidan barliqqa keladigan Suriya hukumatida so'z sahibi bo'lgan mujohid to'plarning liderlari, amirlari geçmişte özleriga yordamlashib ulashib bergan Sharq Turkistonliklarni shu qadar yuzsizlik bilan tashlab o'taymi? Chora yo'q. Reallik, hissiyot bilan ish qilishni ko'tarmaydi. Xitoy bilan bo'ladigan hamkorlikda samimiyat ko'riki sifatida kichik bir guruh bu Uyg'urni bo'lsa-mu topshirib bermasa, bu hamkorlik ishonchsiz bo'ladi. Xitoylar xalqaro sahnada rezil bo'lmaslik, terrorchilik o'yinini ras qilish uchun
bir qism Uyg'urni topshirib berishga qistimay qolmaydi. Nemişki hemmisini emas. Yuqorida deyilgandek, Xitoylarga Uyg'ur terroristlar yana kerak bo'ladiganligi uchun ularni saqlab qolmay bo'lmaydi. Bular haqida gumonliq savollar tug'ilishi qanday qiladi? Boshqalar qochib ketdi, yoshirinib oldi, topolmadik, davomli izlayotimiz deb qo'ysa bo'ladi. Ammo hech birini tutolmadik deyish hech kimni ishontirmaydi. Shunga cho'qim bir qism Uyg'urlar deylikki 3dan biri yoki 4dan biri qaytirib ketilishi kerak. Eng taqvo mo'minlar qarindoshdir hadisiga qat'iy amal qiladigan qusursiz mo'min bo'lgan taqdirdami o'z xalqining, o'z davlatining kelgusini nazarda tutmasa bo'lmaydi. Kim bizninkilardek hamoqat? Bugungi dunyoda har kim hissiyotni tovarga aylantirish ko'yida. Buni qila olganlar foydalidir. Hissiyotchanlar faqat tovarga aylanib boshqalarni foydalantirish qismatiga mahkum. Bek yaqinlarda bo'lganlarni, ya'ni shu amirlar bugungi kunda hamda kelgusi hukumatda huquq tutadigan shu sobiq amirlar yanada o'ziga yaqin bo'lgan va yaqin munosabatda bo'lganlardan bir nechini yoshirib saqlay olsa-mu, yana bir guruh odamni Xitoyga topshirmay turib bu hamkorlik barliqqa kelmaydi. Suriyani qo'lma-qo'l ozod qilishib bergandan keyin navbat Sharq Turkistonga keladiganligi haqida bir muncha laplarni angladik. Bular rasulama bir og'iz so'z bilan rad qilaman. Mumkin emas. Bundaq desam jangovar o't yurak mujohidlar haqoratlarini ayamaydi. Taqcha. Bu ularning islomchi degan sifatining saxtligini oshkorlaydi. Chunki mo'min degan unda haqoratlardan uzoq turadigan kishilarga ulgu bo'ladigan sifatdagi kishilardir. Masalan, quruqdan quruq pesh, popozlarni, til haqoratlarni qo'yib, bu ishning qanday ish qashadiganligini deb baqsinlar, xalq qoyil bo'ladi. Men musallamma deyman. Bitadi. Bu o't yuraklar jo'grafiyani bilamdi. Xarita tushunamdi. Bularga jazm qilish tez. Bir qarasa bek bilarmanda qiladi. Ammo bir qarasa dehondekli qara gaplar. Xo'sh, xarita biladigan bo'lsa, xaritaga qarab turib, bizga bu ishning qanday ro'yobga chiqadiganligini deb baqalamdi. Ya'ni Suriya Sharq Turkiston bilan chegirdosh emas. O'tirida eng az ikki davlat var. Eng az. Ya'ni Suriyadan chiqib Iroqqa, Iroqning Basradan Paris qo'ltig'iga chiqib, u yerdan Pokistonning Karachiga o'tib, mansa ikki davlatni kesib o'tadi. Sharq Turkistonga berish uchun ikki davlat. Eng az ikki davlat. Ba'zi nuqtalarda 3 davlatni kesib o'tadi. Iroq, Iran, Afg'oniston. Agar O'rta Osiyo tarafdan kiraman desa 4 davlatni, 5 davlatni kesib o'tish kerak. Mujohidlarimizning 10 yillardan beri Suriyalik qarindoshlarga yordamlashib, ulashib bergani uchun ularni yordamlashadi desak, u holda bu qurolli kuchlar Sharq Turkistonga qaysi yo'ldan boradi? Qanday boradi? Tasavvurga, aqlga yoki utopiyalik xiyollarga eng ilhom baxsh etadigan Talibanlarning o'zi ish bitgan aman Sharq Turkistonga qarab atlanadiganligi edi. Burun ashundami gap bordi-ku?
o biraz aqlga uyg'unroq, reallikqa yaqinroq bo'lgan bir hamxiyoldi. Chunki Afg'oniston Sharq Turkistonimizga chegirdosh bo'lg'achqa, bularning yordam qilishiga ishonish har holda bek hamoqatlik bo'lmaydi. Shug'unisi Talibanni ko'rdik. Xitoyning yaliqida jundichishni boshladi. Endi ikkinchi Pokiston bo'lish yo'lida jiddiy ilgarilamoqda. Bu kunga kelganda Talibandan bundaq bir tamadi bo'layotgan saz musulmon Uyg'urlar 100%lik mo'min Sharq Turkistonliklar yo'q bo'lsa kerak. Meningcha yo'q. Aqli dumbisi ko'tab qolmaganlar bo'lsa. Chegirdosh Afg'onistondagi ahvol bu ekan. Aramızda en az iki devlet bo'lgan Suriyadagi mo'min qarindoshlar Sharq Turkistonni qanday ozod qilishib beradi? Men ilgari Suriyaga oid videoda yoki balkim qurolli inqilob laplarga qarta ishlagan videoda Sharq Turkistonga qanday yetib berish masalasi haqida so'zlagan edim. Hamxiyol, fantaziyalar bilan o'zini avundirish bilan birga boshqalarni hamoqat qilayotganlarga qarata bu berish yo'llari haqida diqqat tortish uringandim. Balkim u chaqda keyin bir gap bo'lar deb o'tkazib o'tgan bo'lg'aydi. Endi shu vaziyatning bo'sug'isiga kelib qoldik. Endi bo'lsimi amaliyroq o'ylab baqsaq qanday bo'lar? Suriyadan yo'lga chiqqan 5000 kishilik qurolli bir qo'shin bor deylik. Bularga kesib o'tilish kerak bo'lgan davlatlar yo'l beramdi. Yoki uchoq bilan berib Qaraquronga parashyutdan sakramdi. Ularni uchoq bilan to'shib havodan tashlashga qaysi davlat ma'qul bo'ladi? Shu davlat Xitoy bilan baloga qolmamdi. Agar quruqlikdan yo'l versa, yo'l vergan davlatlarning 5-10 mi? Bichara qarindoshlarimning ahvoli shunchalikki, mushu gaplarni tushungidek bu ahvoli yo'qki. Bularga qarshi qurolli inqilobga qarshi degan qalpoqni kiydirishga tayyorlanib turdi ekan. Men qurolli inqilobga qarshi emas, sizdek qurolli inqilobni kashf qilgan zotlardan ba'zilari texi tug'ilmagan yillarda hadisda talab qilingan tayyorlikni tamomlaganligimni bilamsiz? Bular uxlab tushidimi aqliga keltiramiz kerak. Mesele mening qurolli inqilobni xohlaydigan, xohlamaydiganligim masalasi emas. Sadigan ketaylar, buningga kerakli tashqi shartlar. Qanday bir davlat o'z zaminidan yat bir qurolli qo'shinning o'tishiga ma'qul bo'ladi? Qanday davlat yat bir qurolli qo'shinning o'z zaminini baza qilib, yana bir davlatga qarshi urush qilish uchun rozi bo'ladi? Buning sharti bo'lamdi? Shart qanday? Yoki shartsiz ruxsat qilaveramdi? Apandilar, xaritaga qarab, Sharq Turkistonga qaysi yo'l bilan, qaysi davlatlarning zaminlaridan o'tib beriladiganligini ko'nglida iditlab baqdiman. Deyramman. Desam, davalsam bo'ladigan ishmi bu? Xalq cho'chaklarida biz kichik vaqtimizda cho'chak aytishib, tonovishida cho'chak aytishib o'tirdigan zamonlarda shu cho'chaklarda zikr kechadigan Sulaymon qalpoq deydigan bir narsa bo'ladi. Bu qalpoqni kiyib olsam kishilarga ko'rinmay qoladi. Agar ashunda Sulaymon qalpoqdan 5000 bo'lsa-edi, ya 100 bo'lsin bo'ladi. Hatto 10 bo'lsin bo'ladi. Yo'lda hech kim g'uchurmasdan Tangirtog'lar orasiga berib. Bu Xitoyga qarshi urush e'lon qilganga barobar keladigan qilmish hisoblanadi. Buni bahona qilib Xitoylar bu davlatga askar kirgizdi. Mutlaqo. Xitoy bilan tirkishib ketindigan qo'shnimiz bormi? Tüpüdün başlayıp qarab kelaylik. Qozog'iston. Xitoy qarshi tag'aq chiqara olamda. Qirg'iziston.
Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston. Bulardan qaysi Xitoy bilan bo'ladigan bir urushni ko'zga olgan holda mushundaq bir qaramliqni qilishga jur'at qila oladi? Bulardan Hindistondan boshqalari hozirning o'zida Xitoyning quchqidagi qo'chaqlar. Sharq shimolda Mongoliya, o'xshashli ojiz davlat, nufusi oz, yer maydoni cho'ng, iqtisodi ojiz. Rossiya g'arbning dushmanlik tizimida birinchi sirog'i tizilganligi tufaylidan Xitoyning quchqig'i ittirilgan vaziyatda. Eng oxirida qoldi Hindiston. Nüfus ve kudreti cihetten Xitaylarga biqindilik qilmasimi, iqtisodiy jihatdan amdili gullanishga qadam qo'yg'achqa, tinch taraqqiy qilish uchun vaqtga ehtiyoji bor. Shunga urushni xohlamaydi. Mana shunday qilib, Suriyadagi mujohidlarning Sharq Turkistonni ozod qilish to'g'risidagi davronlari faqatli quruq gapdan iborat. Aslida ularning kun tartibida Sharq Turkistonni ozod qilish Suriyadan keyinlik emaydi aslida. Bütün musulmon diyorlarini ozod qilib, xalifalik tiklab bo'lib, kuchni birlashtirgandan keyin besildigan oxirgi qadam. Lekin ularga qarata gumonliq savollarning ko'payishi, birmunchalarning sapdan bo'linib chiqib boshqa bir jamoat hosil qilishi qatorliq yangi ahvollarga bas kelanmaylar Sharq Turkiston ozodligidan dam urishga boshlagan edi. Bo'lmasa vatan desa mushrik bo'ladi ularningki sapsatsa ko'ra. Millat desa mushrik bo'ladi. Mustaqillik desa mushrik bo'ladi. Tağut bo'ladi. Bu jihatdan koni islomchilar bilan farqi yo'q edi. Mening Aynak nomli kitobimda bir uzun maqola bor. 5 kichik mavzuga bo'lingan. O'qib beqinglar. Aşı maqolada qarashtirilgan sapsatilar mana shu koni islomchilarning qarashlari bo'lib, Hasan Mahsum ve Abdüqadir Yapchani qatorliqlar dal bugun Suriyada Türkistan İslam Partisi nomida harakat qilayotganlar bilan o'xshash qarashdaydi. Aqsaroyga bayroq qadashdan damuratdi. Ammo keyin ular jahonning hech yeriga o'zini sig'dira olmaslikdek vaziyatga duch kelgandan keyin vatan bo'lmasa bo'lmaydi ekan deganni tunib yetishgan edi. Yana bir masala, Suriyadagi hukumatsizlik to'liq oxirlashsa, Uyg'urlar yuqori deyilgandek bir taraf qilinadi. Agar to'liq oxirlashmay, Kurdlar qo'lidagi joylarda Kurd qurolli kuchlari yanada mavjud bo'lsa qanday bo'ladi? Kurdlar Amerikaning yordamisiz mavjud bo'lib turolmaydi. Chunki ularning qarshisida yolg'iz Suriya kuchlari bo'lmaydi, balki Turkiyami ularning qarshisida bo'ladi. Shunga ular uzoq tirkisholmaydi. Agar Amerika ularni tark etmasa, to'qinish uzoqqa cho'zilishi mumkin. Bunday vaziyatda Uyg'ur mujohidlar Suriyaliklar uchun jon fido qiladigan yangi maydon bu yer bo'ladi. Kurdlarga qarshi urushga suriladi. Tabiiyki qipqaq bo'ladi. Shu yerda urush qatnashadi. Suriyaliklarning qo'lidagi rayonlarda bo'lgan Uyg'urlarning bir to'pi Xitoylarga topshirilishdan saqlanmaydi. Xitoylar Suriyadagi to'qinishning davomlashishini xohlasa, yangi Suriya hukumati bilan hamkorlashish bilan birga Kurdlarning oqisida Amerikaliklardan bekor bo'lgan bo'shliqni to'ldirib, ularga yordam berib, to'qinishni uzoq surish orqali Islom partiyasi uchun mavjudlik bo'shliqi yaratishi mumkin. Bu holda Turkiyani hal surtib, o'ziga tayinishni davomlashtirishga majbur holga keltira oladi. Bu Xitoy uchun bir chalmada ikki paxtak so'qish bo'ladi. Yana bir masala bor. Islom partiyasining katavashlarini saqlab qoladiganligini, keyin yana lozim bo'ladiganligini dedik. Ammo dunyoning ma'lum bir yerida yana bir hukumatsiz muhit borliqqa kelguncha askar mujohidlarning bir qismi qiriydi. Bir qismini
Bu qitim Xitoy ekitidi. U holda qo'shin qanday shakl tashkillanadi? Uning ustiga qo'shindagilarning Xitoy bilan bevosita chetilmaydigan aldanayotganlari bu qitimdan keyin haqiqatni tunib yetib, ko'ni islomchilardek vatan bo'lmasa bo'lmaydi ekan degan qarashga va har kim o'z g'imini qilmasa bo'lmaydigan jahonkan degan qarashga kelsa, keyingi Uyg'ur terroristlarini qanday shakllantirga bo'ladi? Azraqli o'tmishga baqsaq, hammasi aniq ko'rinadi. Hasan Mahsum, Abduqodir Yapchanilarmi xuddi mushulardek Xitoy haqida hech nima demay, ha deb g'arbni tillaydi. Sharq Turkistonni ozod qildingmi deb so'ramaydi. Jihad qildingmi deb so'raydi deyishadi. Va Aqsaroyga bayroq qadaydigan nochilik bilan etib turadi. Biz ularga yanala aldı bilan o'zimizga tava kichikkina bir yavmisa, shu yerda kuchlanib, ondan cho'ng ishlarga tayyor bo'lmasak bo'lmaydi. Hech bo'lmasa islom bayrog'ini qadaydigan o'zimizga tava bir o'giz bo'lmasa bo'lmaydi deb qaqshab ketsak, bizni vatanchilar, demokratchilar, mushrik, tag'ut deyishgan. Konu islomchilar reallik tarafidan obdan dars berilib, vatan bo'lmasa bo'lmaydiganligiga ishongan mezgillarda bugungi Suriyadagilar chiqib keldi. Ular bo'lsa Mavlaning nisiyatiga unamay, ularni tag'ut deb Xitoyning depog'usini o'ynaverdi. Mana shunday qilib, hech kim oldingilarning savoqlarini qabul qilishga unamay, taki o'zining buni qanimig'icha o'zinikini to'g'ri deb yo'lini davom qilaverdi. Mana shu uchun Xitoylarning bizni uzil kesil yo'qotish planida bir obdan rolini o'ynab ketaverdi. Yangi terrorchi Uyg'urlarni Xitoylar mana shunday barliqqa keltirdi. Ag'dirilgan tağut hakimiyet ve Nusrat Bahar'ını kütüp algan Şam ehli. Yıkılmaz hakimiyet, yanılanmaz tüzüm, almaşmaz devlet, özgermez hükümet baki bolgan emas. Hareketlik dünyanın kanuniyetiyle turgunluk, özgermez ebedilik degen nersige orun yoktur. Zalimning saltanati mo buning sirtida emas, albatta. Savr taqat degan bu hukmning ma'nosining kuch to'plab tegish qilish fursatini kutish va fursat yaratish deganlik bo'lganligiga ishongan Sham xalqining navbatdagi savr mevasiga muborak bo'lgan. Shundaqla bundan keyingi taqdirdimi ushbu savr mevasini tetishga muvaffaq bo'lishini, qo'ldan qo'lga o'tgan tovar misoli bir zolimdan qutulib, ikkinchi bir zolimning changaliga tutilishdek mash'un qismatga duchor bo'lmasligini Janob Allohdan tilaymiz. Qanxo'r mustamlikchidan farqi qolmagan darajada xalqning qini bilan o'ri turib kelgan zolim hukmdordan qutulish va yangi bir kelajakka qadam ilish arpasidagi bu savr taqatli xalqning yangi davrga qadam qo'yish arpasida turayotgan mushkullarda muvaffaqiyat va nusratning doim bo'lishini tilab qolamiz. Xiyolimizda emas, ko'z oldimizda, tushimizda emas, o'ngimizda yuz bergan bu tarixiy burilishdan, zolim saltanatning ag'durilishidan iborat bu hodisadan dars chiqarish, umidvorlik chirig'ini yanamo yo'riq qilib mash'alga aylantirish bugunning hodislaridan elinadigan qimmatli ibratlardandir. Bu o'rinda necha 10 yillab temir tapan ostida ezilib, qo'rinib kelgan boshqa el va xalqlarning Sham ahlining navbatdagi milliy ko'rishidan dars chiqarishi, ularning kurash ruhidan ilhom olishi muhim ahamiyatga ega. Bu kunlar milliy ruhga va iymuniy qadriyatlarga esilgan holda qo'lidan kelgan qarshilik va jihodiy tayyorlikni puxtalashning zarurligini tunib yetish kunidir. Shundaqla bugungi tarixiy kunlardan dars chiqargan holda zulmdan oziqlanib, nohaq qon va jonlarni sumirish asosida mavjud bo'lib turayotgan besilingan tuproq va zaminlarni bulang-talang makoni qilish bilan yer yuzida haqavurlikni, qonxo'rlikni, hatto xudolikni jar selayotgan hamda yer yuziga pasachilikning obidasini tiklayotgan numussiz zolimlarning, mundaqcha aytganda davrimiz fir'avnlikning eng badbashiriy yuzi bo'lgan mustamlikchi qonxo'rlarning ag'diriladigan kunining hamon bo'ldiganligiga jazm qilish kerakligini tushunib yetish kunidir. Shuning bilan bir vaqtda o'z xalqi va tuprog'ini dafsanda qilib kelayotgan mustamlikchisiga qarshi o'yg'inishga, haqiqiy dushmanini ruhiy va real hayotidan taltukis ag'dirib tashlab, vatan jihodiga otilishning muhimligini qaytadan idrok qilish kunidir. Sürgünge mutla bo'lgan mazlum xalqning bugungi oqar daryo misoli ona vatanining qaytadan ihyosi va imori uchun sap-sap bo'lib qaytayotgan ta'sirlik bir manzilning aslida sukut qilish va tan berishning natijasi bo'lmasdan
balki amaliy qarshilik ro'yini yo'qotib qo'ymasdan Alloh yo'lidagi vatan jihodini qo'llab-quvvatlashning tuhfasi ekanligini unutmaslik lozim. Bu munosabat bilan Sham ahliga g'ayrat va porloq kelajak tilab qolamiz. Qo'rchoq kishilarning emas, Sham ahlining haqiqiy o'g'lonlarining bu vatanga sahib chiqishiga, Sahoba Muaviya radhiyallohu anhu kabi ulug' otalarning izini takror besishiga muvaffaq bo'lishiga tilakdoshmiz. Nusrat shamili esiyotgan ushbu kunlarning hurmati uchun so'zimizni Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning Sham elining fazilati haqidagi munu muborak hadisini eslab o'tish bilan yakunlaymiz. Ummatim ichida shundoq bir firqa borki, ular doimo haqni namoyon qilgan holda o'zlari bilan qarshilashuvchilarning ustidan g'olib keladi. Alloh taolo qalblarini haqdan burayotgan bir qism qavmlar chiqib, ularga qarshi jasoratlanib urushidi. Janobi Alloh ularga aşı dushmanlari tarafidan rizq ato qilib turdi. Toki Allohning mu'minlarning ro'yini qabz qilish haqidagi amri kelguncha ular ushbu holatda turaveradi. Esinglarda bo'lg'ayki, Sham mu'minlar uchun fitna zamonida amin yurtdir. Atning mangliga ta qiyomatgachilik xayrlik jihatdagi ajr va g'animatlar tutilgandir. Burhan Muhammad 2024-yili 12-oyning 9-kuni. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.